Bunchalik darajada bitta inson uchun o'zingizni yo'qotib qo'ya olmaysiz. Soatlab o'zingiz ustingizda ishlab ko'ring, 10 soatlab ishlang, til o'rganing, постоянно kitoblar o'qing. Har bitta ketkizayotgan vaqtingizni minutalab yozing-da. Ko'rasiz qanchalik darajada oldingizda odamlar yig'ilishini, ko'rasiz qanchalik darajada o'zingizni standartingiz, samootsenkangiz ko'tarilishini. O'sha ko'pchilikni, oldingizda yurgan insonlarni analiz qilishni o'rganasiz. Sizni yerga urib, samootsenkangizni buzib, siz o'zingiz kimligingizni bilasiz, haqiqatdan kimligingizni. Agar rostdan o'zingiz ustingizda ishlasangiz, lekin bitta insonni dabdalingiz chiqayotganini ham bilasiz. Bitta o'sha inson sizni orqaga tortib turganini prekrasno bilasiz. Inson, odam bunchalik yerga urmaydi o'zini. Bitta insonida bunchalik berilib ketmang. Bunchalik